Mol deyavermasdan kelinjon. Ha, sizga aytyapman. Mana pensiyamdan 20 ming oling de uyga hamma mo'yishli narsalarni olib keling. Men qayvasiz? Kirilvatdim ojon. Kirilvatgan bo'lsangiz ham hoziroq mo'yishli narsalarni magazindan olib keling. 10 kilolik parashok hammasini ko'tarib olib kelasiz. Bundan tashqari ovqat qiling. Kirlarni ham qo'lingizni yuving. Anqaymang menga. Magazinga kiyinib endi ketyotgandim. Nega men ketyapman? Oz boplaymanman. Alo, Dildor opa, assalomu alaykum. Ojonim bilan sizni ko'rmoqchi ekan. Tez kelib keting. Qani kim meni chaqiryapti? Manda xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshi? Nechtaman? Nima bu bozor? Hammasini bana bozor oldingizgacha keldik. Bemalol tanlab, ko'rib, mo'yshish sredstva deysiz. Kir yuvishga parashoklar, kapsula deysiz. Hattoki cho'bilishingizga shampun, konditsioner. Yo, meni aldamaysiz, meni aldamaysiz. Dastavkasi buni palon pul bo'lib ketsa-da, o'zi 20 mingga narsa olaman deysiz. Dastlab eshigigacha tepdi ekan. Qattiqki bular. Nima bu? Nimaga bunaqa qilib sotyapsiz? Hammasi chetdan keladi. Eng g'alamisi original. O'zimizning Toshkentda mahsulotlar hammasi yevropeyskiy, hammasi original. Dubay deysizmi, Eron deysizmi, Rossiya deysizmi, Amerika deysizmi, Turkiya deysizmi, hammasi chetdan keladi. Hozirgi kelinlar yashab bersanglar bo'ldi-da. Qolgan hammasi o'z eshigidan tegib kelyapti. Ha? Nega unaqa qarayapsiz? Voy oyijon, 20 mingga shuncha narsa oldingizmi? Kelinim reklama qilib beradi dedim. Sizga o'xshab 20 mingga narsa olganim yo'q. Dastavkasi tekin ekan, reklama qilib berarsiz.